deb turib britva qilganman. Bu yoqda olganman. Har bitta ayolga o'xshashim kerak deb. Ahmoq bo'lgan ekan. Erim shu paytda ham aytgan. Ты дура degan. Я знаю degan. Я хочу на всех, чтобы ayollarga o'xshashim xohlayman deganman. Boshqa temaga o'ting dedi. Yo, bor gapda aytaman-da. Ahmoq bo'lganman prosta. Ayollarga o'xshagim kelyapti, jun chiqishini xohlayapman. U yog'imda, bu yog'imda jun chiqishni xohlayapman deb mana endi jundan qutulib olmaydi odam. Qaytadan bu ishni qilganman. Afsusdaman degan ashla boru Manzurani ashla. Bir-birlar bilan yozishadigan bo'lsanglar, hozir bug'ni chiqib boraman. Meni icherimga jun chiqmaydi. Tuk chiqadi. Jun endi sizlarda chiqishi mumkin. O'tirasizlar junilarni qayerda britva qilsam ekan deb. Aytib o'tiribman-a. Ko'tingni tozalaysanmi? Такое ощущение, как будто sen chichmaysan, ko'tingni tozalamaysan. Yo'q, unaqa narsa. O'sirish bor, chichish bor. Talibon bo'lmaganda tozalanadi, keyin yuviladi. Farosat ishlamaydi. O'zbeklarda erkagida bilak. Ya, axuyevayu boru.